Prof onlayn kursimizdagi qizlarga konstavar yig'amiz o'zimiz jo'natyapmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana shu bunaqa sumочкаga solib hozir joylashtirib beramiz. A4 formatda va A3 formatda karton qog'ozlar mana shunaqa sifatli, ichini ko'rishinglar mumkin. Juda ham sifatli tayyorlab qo'yganmiz. Mana joylashtiramiz. Mana oq qog'oz, oddiy oq qog'oz oldik. Palitra, qalam, 3 ta sifatli san'at kischkasidan, juda ham sifatlisidan oldik. Mana. Va unga yoniga Nevskaya palitradan Ladaga eng sifatli kraskani joylashtirib jo'natamiz. Keyingisi shunaqa planshetda qog'oz qo'yib ishlashligi uchun mana joylashtiramiz. Keyin tush. O'sha darslarimizda bor hamma narsani o'zimiz olib jo'natganmiz. San'at. Bu guash, bu tush. Va qalam ochish uchun pichoq. Qora ruchka qalini va yubqasi kompozitsiya ishlaganda kerak bo'ladi. Va qalam, eng sifatli qalamlar, ya'ni og'ir, men o'zimdagi offlayn kursdagi qizlar ham shuni ishlatishadi va uni o'qir. Va eng keraklisi bu o'chirgichlar, ya'ni o'chirgich klyachki va oddiy o'chirgichni eng yaxshisidan. Mana shu yerdagi, mana shu joydagi hammasini yig'ib, shuni boks qilib mana joylashtirdik va yana qo'shimchasiga 3 ta eng mashhur bo'lgan kitoblarimiz, ya'ni men tikuvchiman degan kitobimiz va fashion handbook va sketchbookimizdan joylashtirib onlayn kursimizda o'qiyotgan qizlarga